Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar, amaliy matematika fani bo'yicha 4-ma'ruzamiz Dekart koordinatalar sistemasi tushunchasi. Tekstlikda ikkita nuqta orasidagi masofa, kesmani berilgan nisbatlarga bo'lish va uchburchak yuzini topishga bag'ishlanadi. Rejamiz: tekstlikda Dekart koordinatalar sistemasi, tekstlikda ikki nuqta orasidagi masofa, kesmani berilgan nisbatlarga bo'lish. Tekstlikda Dekart koordinatalar sistemasi demak umumiy keshish nuqtasiga ega bo'lgan ikkita sonlar o'qini perpendikulyar ravishda OX va OY o'qlari deb nomlanuvchi kesmalarning o'zaro kesishidan hosil bo'lgan sistemaga aytiladi. Keshish nuqtasi bu koordinatalar boshi deb yuritiladi va bu sonlar o'qi shkalalarga bo'lingan bo'ladi. Mana shu demak sistemasi, koordinatalar sistemasi Rene Dekart sharafiga Dekart koordinatalar sistemasi deyiladi. OX o'qi bu absissalar o'qi va OY o'qi ordinatalar o'qi deyiladi. Ixtiyoriy biror bir nuqtani, tekstlikdagi nuqtani qaraydigan bo'lsak, bu nuqta bir juft x va y bo'yicha bir juft koordinatalarga ega. Demak, o'rnashgan o'rni, ya'ni koordinatalarini demak aniqlasa bo'ladi. Dekart koordinatalar sistemasi bu hayotda juda ko'p ishlatiladigan koordinatalar sistemasi, abstrakt bo'lmagan, bevosita Evklid geometriyasida yoki hayotda qo'llaniladigan koordinatalar sistemasi bo'ladi. Koordinatalar sistemasini kiritmasdan biz turgan o'rnimiz yoki obyekt turgan o'rnini yo biror nuqtani ko'chishini yoki o'zi qayerda turganini aniqlay olmaymiz usiz. Shuning uchun har bir nuqta ko'chish bo'ladimi yoki turgan o'rni bo'ladimi, ma'lum bir koordinatalarga ega bo'ladi. Uni koordinatalarini aniqlash uchun x o'qiga va y o'qiga demak o'sha nuqtadan perpendikulyarlar tushiriladi. X o'qidan y o'qidan qaysi nuqtaga to'g'ri kelsa, demak uni koordinatalari mos ravishda shunday belgilanadi. Masalan, m nuqtamiz aytaylik, mana ma'lum bir x bir masofaga, y bo'yicha ma'lum bir masofaga ega. Demak, koordinatasi qandaydir m, x, y deb ifodalanadi. Endi masofa tushunchasini kiritamiz. Dekart koordinatalar sistemasida masofa tushunchasi quyidagicha kiritiladi. Demak, koordinata boshidan shu berilgan nuqtagacha bo'lgan masofa ilzosida x kvadrat plus y kvadrat formula bilan, birinchi formula bilan orqali topiladi. Endi agar ikki nuqta koordinata boshida, demak birinchi nuqta koordinata boshida bo'lmasa, har biri ixtiyoriy tekstlikning ixtiyoriy nuqtalarida yotgan bo'lsa, u qanday topiladi? Buning uchun demak parallel chiziqlar o'tkazamiz. y1 xo'p va mana bu yerda x2, x1 parallel chiziqlarni o'tkazamiz va ko'rishimiz mumkin, bu yerda m1, m2 berilgan nuqtalar va mana bu keshish nuqtasi, parallel chiziqlarning keshish nuqtasi n o'zaro perpendikulyar kesishadi. y1 x ga parallel va x2 bu y o'qiga parallel bo'lganligi uchun mana bu n burchagimiz 90 gradus bo'lib qoladi. To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak uchun biz bilamiz, Pifagor teoremasi bor. Katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Shuning uchun bu yerda ikkita nuqta orasidagi masofa quyidagicha kelib chiqadi. Demak, nuqta m1 koordinatasi x1, y1 bo'lsa, demak mana bu katetning uzunligi x2 minus x1 bo'lib qoladi. Vertikal katetimiz esa m1, m2, n uchun vertikal katetimiz y2 minus y1 masofasi bo'lib qoladi uzunligi va o'shalarning demak kvadratlari nimaga teng? m1, m2 ni bir d deb olsak, d ning kvadratiga teng bo'ladi. Ikkala tomondan ildiz olsak, demak ikkinchi formula kelib chiqadi. Ikkinchi formulamizda ikki nuqta orasidagi masofa formulasi ekan. Bu yerda x1, y1 birinchi nuqtaning koordinatasi, x2, y2 berilgan ikkinchi nuqtaning koordinatalari bo'ladi. Misol uchun, m1 nuqtamiz koordinatalari quyidagicha bo'lsin, m2 nuqtaning koordinatalari quyidagicha bo'lsin. m2 1 minus 3 lar. Shu ikki nuqta orasidagi masofa topish talab qilinsin. Demak, bevosita ikkinchi formulani ishlatamiz. Ikkinchi formulaga berilgan koordinatalarni olib borib qo'ysak, demak qiymat aniqlanyapti 5. Endi keyingi
demak rejaga muvofiq kesmani berilgan nisbatga bo'lishni o'rganamiz. Aytaylik bizda ikkita demak punkt bor. Aholi punktlari bo'lishi mumkin, qandaydir magazin bo'lishi mumkin yoki shunday bir nuqtani yoki bekatni belgilashimiz kerakki, aytaylik birinchi punkt bilan ikkinchi punkt orasidagi masofa aynan o'rtasi emas, qandaydir nisbatga bo'linayotgan bo'lsin. Bu nisbatga bo'luvchi nuqtaning koordinatalari talab qilinadi. Demak, bu nisbatni biz M1M, M1 M2 deb olamiz. Haqiqatan mana M1 M bitta kesma uzunligi, M1 M2 ikkita kesmaga ajratyapti. M nuqta M1 M2 kesmani. O'sha demak nisbat lambda deb olamiz. Endi shu nuqtaning M nuqtaning koordinatalari quyidagi 4-formula bilan aniqlanar ekan. X bo'yicha koordinatasi x1 plus lambda x2 1 plus lambda va y-imiz y1 plus lambda y2 1 plus lambda bilan aniqlanadi. Demak, bu formulalar bizga eslatib o'taman, berilgan nuqta koordinatalarini aniqladi. Ya'ni M1 M2 koordinataga ega bo'lgan kesmani uchlari berildi. Shu kesmani lambda nisbatga bo'luvchi nuqtaning koordinatalarini aniqlab berdi. Va xususiy holda agar o'sha lambdamiz 1 bo'lsa, ya'ni lambda nima degani? Nisbatlar teng, ya'ni kesmalar tengiga bo'linishini bildiradi. Yuqori qiymat bilan surati bilan mahraji bir xil degani, demak kesmalar bir. Bu degani kesma tengiga bo'lindi degani. Demak, kesmani tengiga bo'luvchi nuqtaning koordinatalarini aniqlash uchun 5-formulani ishlatamiz. Bu 5-formulamiz bevosita 4-formulaning xususiy holidir. E'tibor bering, lambdani o'rniga agar 1 qo'ysangiz, ya'ni nisbat 1 bo'lsa, bu degani kesmaning o'rtasi bo'ladigan bo'lsa, lambda 1 bo'lar ekan. Lambdalarni o'rniga 1 qo'yib chiqsak, demak mana bu 5-formula bevosita kelib chiqar ekan. Misol, M1 M2 nuqtalari berilgan. Shunday M nuqta topish kerakki, mana shu M1 M masofa M2 masofadan 2 marta qisqa bo'lsin. Demak, bu degani lambdamiz 1 u 2 nisbatda bo'lsin. 1/2. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, 1/2 nisbatga bo'lishi kerak. Formulaga qo'yadigan bo'lsak, lambdalarni o'rniga 1/2 qo'yamiz. X1 X2 ni o'rniga esa bevosita mana X1 bu 1, Y1 bu 1, X2 bu 7, Y2 bu 4. Shularni bevosita olib borib qo'ysak, demak, nuqtamizning koordinatasi 3, 2 bo'lib aniqlanadi. Keyingi tushunchamiz bu ba'zi bir sistemalarning og'irlik markazi. Bu ham juda foydali bo'lgan bir demak tenglamaki, formulaki, bu sistemaning og'irlik markazlarini topishning imkonini beradi. Aytaylik, 3 ta nuqta bor. A nuqta, B nuqta, C nuqta. Shu nuqtalarda qandaydir M1, M2, M3 yuklar ilingan. Shu yuklarning demak sistemaning og'irlik markazi degani o'sha nuqtaga tayanch bersak, sistemamiz muvozanat holatda bo'ladi. Bu ayniqsa aralashmaga doir masalalarda ham qo'l keladi. Aytaylik, sizda qandaydir bir M1 massali va X1% aytaylik yog'lilik sut mahsuloti bor deylik. Unga qandaydir M2 massali X2% ga ega bo'lgan ikkinchi mahsulotni qo'shyapsiz. Xuddi shunday 3-mahsulotni qo'shyapsiz-da va massalarga bo'lyapsiz. Bu nima beradi? Umumiy demak sizga yog'lilik darajasini, mahsulotingizning yog'lilik darajasini hisoblab beradi. Bunday masalalar juda ko'p, demak mana shunga o'xshash masalalar shu formulalar bilan aniqlanadi. Keyingi formulamiz bu uchburchakning og'irlik markazini topishga bag'ishlanadi. Demak, uchburchak berilgan bo'lsa va uning uchlari koordinatalari A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 bo'lsa va har biriga M1 M2 M3 yuklari osilgan bo'lsa, unda nuqtaning demak og'irlik markazining koordinatalari quyidagi formula bilan aniqlanadi. O'sha C nuqtaning koordinatalari quyidagicha aniqlanadi. Agar massa ilinmagan bo'lsa, shunchaki uchburchak bo'lsa, uchburchakning og'irlik markazini toping desa, demak mana bu formulalar medianalar keshish nuqtasida bo'ladi. Demak, mana shu formulalar bilan aniqlanadi. Mana kelyapti bu yerda masala. A nuqta, B nuqta, C nuqta bor va shu nuqtalarga ilingan massalar ma'lum. Demak, uchburchakning o'sha og'irlik markazini topish kerak. Agar massalar turlicha bo'lsa, haqiqatan og'irlik markazi siljiydi va u quyidagi formula bilan aniqlanadi. Keyingi
tushunchamiz bu uchburchakning yuzini aniqlash. Uchburchakning demak uchlari ma'lum bo'lsa, uning og'irlik markazini topish masalasini ko'rdik. Uchburchak yuzi esa quyidagi formula bilan aniqlanadi. Biz determinantlarni sizlar bilan o'tgan edik. Determinantlarning yana bir tatbig'i mana ko'rib turibsizlar, uchburchakning yuzini hisoblashda qo'llaniladi. Bu yerda demak M1, M2, M3 koordinatalarga ega bo'lgan uchburchak berilgan bo'lsa, uning yuzasi quyidagi formula bilan aniqlanadi. Bu determinantlarning son qiymati hisoblanib, mana 2 ga bo'lsak va inobatga olish kerakki, bu agar manfiy son chiqadigan bo'lsa, modulga olib borish kerak bo'ladi hammasini. Chunki yuza manfiy bo'la olmaydi. Demak, mana foydalangan adabiyotlar ro'yxatlari keltirilgan. Bundan o'zingizga yana qiziqarli ma'lumotlar olishingiz mumkin va murojaat uchun elektron manzillar keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslargacha sog' bo'ling.